kimiki Qadr kechasida 2 rakat namoz o'qisa, har bir rakatida Fotiha, ya'ni Alhamdu surasini o'qisa va unga zamsura qilib Ixlos surasini 7 marotaba o'qisa, salom bergandan keyin astag'firulloh va atubu ilayh deb 70 marotaba aytadigan bo'lsa, fala yaqumu, turmaydi o'rnidan, hatto Alloh taolo uni va uni ota-onasini gunohini kechirib olmaguncha. Turgunigacha Xudoy taolo uni va uni ota-onasini gunohini kechirib yuboradi. Va yab'asullohu ta'ala malaikata, va Alloh taolo jo'natadi jannatga farishtalarni, buyurar ekan, ular u uchun daraxtlarni ekinglar va qasrlar bino qilinglar va daryolarni oqizib qo'y